Assalomu alaykum xalqim. Sizlarni yaxshi ko'radi toy palov. Hammasi hazil. Maska taq degan maska taqib bu boshqa maska ekan ku. Buni og'izga taq degan ekan. Men boshqa maska taqib kelibman. Xudoyim meniki. Ne palovlarimiz tayim bo'ldi meniki. Zo'r bo'lib turibdi meniki. Gul palov. Qarasangiz mayli. Qarasangiz gashilli. Buni gashirsiz meniki. Oshim zo'r bo'lib turibdi. Dara. Ne, mushakmi? Zo'r. Kelaverasiz. To'y palov zo'r. Salat chayning ichida mene чистый kollagen, vitamin. Nega likildab turibdi, likildab ne. Qo'lim bilan jungib keladi nega. Nega. 60 kilo go'sht qaynaydi. Чистый kollagen odamga foydali. Go'shtning o'zi 60 kilo emas, hammasini qo'shganda tuyoq общий 60 kilo. Shuning uchun 60 kilo deb aytaman, hammasini qo'shganda. Nega qarasangiz, nega dimlama bor, nega texambeli, lag'man qo'rda hamma zatlarimiz bor. Xudoyim shu yaxshi kunda kelaverasam, ne adresimiz Xo'jayilda ko'pir. Nega burungi Dehqon darvoza 9-stalovoy ana aptekasidan birilgan yerda. Aptekasidan birilgan yerida to'g'ri jurasiz, mana javobdan tashlabdan ko'pir chiqib, chap yoqqa qarasangiz to'y palov deb mana suratim turibdi. Kelaverasiz. Mana burungi Dehqon darvoza bozorda. Adres Xo'jayli qalasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, O'rayliq bozorning qarshisida, Dehqon bozorining qarshisida. Hammangiz uyingda to'y bo'lsin deb to'y palov sizlarni yaxshi ko'radi. Xudoyim hamisha yaxshi kunda ovqat pishsin uyingizda, ovqat qaynasin. Yana bir lifehack bor. Sizlarga powerlarga bu. Power qanday satib pishirsin, ehson qilib pishirsin, qanday qilib pishirsin, jannatdan bir muyishdan bir joy bor ekan. Shu bir joyda o'qib qoldim. Shu powerlarga ovqat pishiravering, xalqqa xizmat qilavering. Halagancha satib pishir, mutqa pishir, sadaqa, to'ylarda pishir, powerlarga shu lifehack. Shuning uchun sizlarni yaxshi ko'radi to'y palov. Powerlarga da salom.